YouTube meni videolarimni bloklab tashladi. Da do'stlar, sizlar to'g'ri eshitdinglar. YouTube meni Darknet 3-qism videomni blokladi. Ya'ni u videoni o'z-o'zi o'chirib tashladi. Bilmayman nimaga, lekin u videoni biz endi YouTube'ga yuklamayapmiz. Va mana shu kutilmagan ish sodir bo'lgandan keyin biz YouTube qo'llab-quvvatlov tizimiga yozdik va bizga tushuntirishdiki, что biz слишком ochiq kadrlarni ko'paytirib, qonli va слишком bilan qo'rqinch narsa qilgan ekanmiz va u narsalar YouTube qoidalarini polniy buzib tashlagan ekan. Shuning uchun ham biz u prям qonli yoki slishkam qo'rqinch joylarini sal o'zgartirdik. Mana hozir montaj qilib o'tiribmiz va bu videoni biz va nihoyat YouTube'ga yuklab oldik. Mana hozirgina mana YouTube'ga mana qo'yib, sizlarga yana mana shu videoni qo'yaman. Ertaga mana shu YouTube video chiqadi. Rovno 16:00 da 10-iyun kuni faqatgina mana shu video ostida 15000 like, 5000 kommentariy qo'yib keyin chiqaraman. Ertaga 16:00 da. Xullas hammasi sizlarga bog'liq. Bosinglar, shu videoni chiqarmasam ekan deb ham o'yladim. No, bunaqa qilsam obunachilarim aldagan bo'lib qolaman.